ko'ruvdim. Shuni Andijonda qabuli bor degandan keyin Andijonga shu Shohmet klinikasiga istab keldik. Mana o'g'limning natijalari juda yaxshi, vibratsiyalari ham, ayiltishlari ham juda yaxshi. 2 oylik muolaja natijasi 80% ga o'zgardi deb hisoblayman. Juda o'g'lim ham kayfiyati xushchaqchaq, yaxshi. Avvalo boshida rosa tushkunlikka tushgan edi. Mana murabbosida oddiygina shirin gapi bilan ham ruhan kayfiyati ko'tarildi ekan. Avvalo kayfiyati ko'taruvchi avvalo doktor bo'lar ekan. Kayfiyatingiz tushib ketgandagi natija umuman 0 bo'lar ekan. Kayfiyatingizni bitta shirin so'z bilan ham ko'tarib beradigan shifokor bo'lar ekan. Mana Xudoyimga behisob shukr. Mana 3-marta qabulga keldik. Shohmetga 2-marta keldik. 1 marta Toshkentga bordik. Allohga behisob shukrlar aytaman. O'g'lim avvalo Alloh qaytarib berdi, keyingi sababchisi mana shu murabbos bo'ldi.